2026 yilgi Chevrolet Camaro bu haqiqiy afsonaning zamonaviy talqini bo'lib, kuch, dizayn va texnologiyani o'zida mujassam etgan sport avtomobilidir. Ushbu model import talqinida yanada mukammal ko'rinishga ega bo'lib, avtomobil ixlosmandlari uchun yangi tajriba taqdim etadi. Yangi Camaro tashqi ko'rinishida aerodinamik shakllar, agressiv old panjara va LED chiroqlar bilan ajralib turadi. Old bamper yangilangan bo'lib, havo oqimini yaxshilash orqali avtomobilning tezlikda barqarorligini oshiradi. Orqa qismi esa kengroq spoiler va sport uslubidagi diffuzor bilan bezatilgan. 20 dyuymli alyuminiy disklar unga yanada kuchli ko'rinish beradi. Ichki makon zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Haydovchi o'zini sport avtomobilida emas, balki premium darajadagi mashinada his qiladi. Rul orqasida joylashgan 12 dyuymli raqamli panel, 10 dyuymli markaziy sensorli ekran va Chevroletning yangi M-Link multimediyasi haydovchiga to'liq boshqaruvni taqdim etadi. Android Auto va Apple CarPlay tizimlari endi simsiz ulanadi. Ovozli boshqaruv tizimi esa yanada aniqlashtirilgan. Quvvat jihatidan 2026 yilgi Camaro bir nechta variantlarda taqdim etiladi. Asosiy versiyada 2.7 litrli turbo dvigatel 335 ot kuchiga ega, versiyasida esa 6.2 litrli V8 motor 455 ot kuchi bilan taqdim etiladi. Eng yuqori zil bir versiyasi 6.2 litrli Supercharger V8 dvigateli orqali 650 ot kuchini ishlab chiqaradi. Oqdan 100 km/soatgacha tezlanish esa atigi 3-5 soniyada amalga oshadi. Transmissiya sifatida 6 pogonali mexanik va 10 pogonali avtomatik variantlar mavjud. Yangi avlod sport suspenziyasi va adaptiv amortizatorlar avtomobilni burilishlarda yanada barqaror qiladi. Shuningdek, yangi Camaroda Track modi, Sport modi va Tour modi kabi boshqaruv rejimlari mavjud bo'lib, haydovchining kayfiyatiga qarab avtomobil xatti-harakatini o'zgartiradi.